Xitoyliklar imkonsiz narsani amalga oshirdilar. Ular osmono'par ko'prikni qurishga muvaffaq bo'ldi va uning dahshatli balandligi sizni albatta hayratga soladi. Ushbu loyiha amalga oshirilishi imkonsiz deb topilgan edi va g'arb ekspertlari bu ko'prikni qurish uchun xitoyliklarga 500 yil kerak bo'ladi deb fikr bildirdilar. Biroq xitoylik muhandislar uni atiga 3 yil ichida qurib foydalanishga topshirishdi. Bu dunyodagi eng baland ko'prik bo'lib, uning balandligi 570 metr, uzunligi esa 1340 metrni tashkil etadi. Beypanzian ko'prigi 100 yil davomida xizmat qilishga mo'ljallangan va juda kuchli shamollarga bardosh bera oladi. Eng hayratlanarli jihati shundaki, ko'prikning o'rtasida tayanch ustunlari yo'q. Uni 224 ta osma kabellar tutib turadi. Uzoqdan qaraganda ko'prik ajdahoga o'xshaydi. Bu Xitoy infratuzilmasining kuchi va qudratini yana bir bor namoyish etadi. Agar siz mana shunday hayratlanarli joylarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishni va bu davlatda o'qishni istasangiz, izohlarda Xitoy so'zini yozib qoldiring.